Faoliyati davomida biror marta ham yutqazmagan UFC jangchilarini bilasizmi? Bilmasangiz videoni oxirigacha ko'ring va videoga bir dona like bosib qo'ying. 4-o'rinda Hamzat Chimayev. Uning hisobda 15 ta g'alaba va 0 ta mag'lubiyat. O'rta vazn toifasining dahshatli jangchisi. Shu paytgacha oktagonda biror marta ham parterga qulatilmagan. 3-o'rinda Ilya Topuria. Uning statistikasi 17 ta g'alaba va 0 ta mag'lubiyat. Hozirda faol bo'lgan bu yengilmas jangchi o'zining kuchli zarbalari bilan oktagonni titratmoqda. 2-o'rinda Shavkat Rahmonov. 19 ta jang, 19 ta g'alaba. Eng dahshatlisi shundaki, Shavkat o'zining barcha 19 ta jangini muddatdan oldin yakunlagan. Ya'ni uning finish ko'rsatkichi 100% ni tashkil qiladi. Va nihoyat 1-o'rinda afsonaviy Habib Nurmagomedov. Yengil vazn toifasining sobiq chempioni. Faoliyati davomida 29 marta oktagonga ko'tarilib, ularning barchasida g'alaba qozongan. Eng asosiysi, u UFC'dagi faoliyati davomida deyarli biron bir raundni ham boy bermagan. Mana nima uchun u UFC'ning go'ati. Sizningcha kelajakda qaysi o'zbek UFC jangchilari bu ro'yxatning birida turishi mumkin? Izohlarda yozib qoldiring va bu sport Telegram kanaliga ham obuna bo'lishni unutmang.